Assalomu alaykum. Anglayotganinglar Şinjan Xalq Nashriyati 2000-yili 1-oydan nashr qilgan roman Ili to'lqinlari. Avtori Abdurahmon Qahar. 1-qism. 17-bob. 1. Bir necha qitimliq ig'ir mag'lubiyatdan keyin Kuomintang butun kuchi bilan Nilqiga tashlandi. Mana shu chaqda 1944-yil 7-noyabr kuni Ozodlik tashkiloti qo'zg'olon ko'tarishni qaror qildi. Bu tashkilot yozgan tashviqot varaqalari ko'chalarning ko'rinarlik joylariga choplandi. Ko'zlaridan o't yongan kishilar qin-qiniga patmay go'yo qilin yer qatlamlari orasidan portlab chiqishga yo'l izdigan magmadak chayqilib, ko'chalarda dur-dur yamrayotgandek ko'rinadi. Ular qistilishib varaqalar chaplangan yerlarga olishadi. O'z hayojonini bosolmaganlardan biri kishilarni xuddi kurashga chaqirgandek tashviqot varaqasini unlik o'qishga boshladi. Qarindoshlar, Kuomintangning shafqatsiz zulmi chidab turg'isiz darajaga yetdi. Beshimizni ko'tarib zo'ravonlikqa qarshi turadigan vaqt keldi. Boshni ko'tarish, qo'zg'alish demakdir. Qo'lga qurol olib, qonliq kurash qilmay ozodlikqa chiqib bo'lmaydi. Dushmandan qo'rqmasligimiz kerak. Ota-bobolarimiz va ajdodlarimizning qahramonligi va erkinlikni so'yish ruhi bizni ilhomlantirmoqda. Her millet xalqi bir niyat, bir arzu yo'lda kurashga atlanayli. Bu so'zlardan ilhomlangan o'quvchi tashviq varaqini og'zi og'ziga tegmay ittik o'qimoqda edi. Kimdir biri uningga vaqirdi. Oldirmay, dona qilib o'qi. U davomlashtirib o'qidi. Dushman mag'lubiyatlik kunlari qancha yaqinlashgan sari shuncha tipirlamoqda. Yovuzlikning kundan kunga eshiyotganligi Yavuzlarning yo'qolishidan bishorat bermoqda. Nilqa qo'zg'olonchilarining Kuomintang qo'shinlarini turkumlab yo'qotishi buningga isbot. Dushman halokatlik taqdirdan hargiz qochib qutulolmaydi. Biz cho'qim g'alaba qilamiz. Qo'zg'alayli qarindoshlar, ozodlik sepiga uyushayli qarindoshlar, qo'limizga qurol olayli qarindoshlar. Yo'qolsin Kuomintang, yoshsin inqilob. Toplashgan kishilarga qarab bir to'p qurolliq cheriklar yiroqdan yugurishib keldi. Kishilar go'yo ularni ko'rmagandek, pisand qilmasdan o'z o'rinlarida turishadi. Ko'cha tomlariga, simtanab to'riqlarga mundaq tashviqot varaqlari chaplanayotganiga 2 oy bo'lib qoldi. Bu varaqlar qanchalik yirtilib tursa, shunchalik chaplanadi, ko'payib turadi. Hukumat qanchalik chora tadbirlarni qo'llanibmi, uni to'xtatib qololmadi. Bu hol xalqning orzularini ishonchga aylantirdi. Hozirgi xalq bir oyning oldidagi xalq emas edi. U chaqlarda cheriklar kishilarni qo'g'ilsa qochadi yoki qochib ketib, yana qaytib kelib to'plashadi. Hozirchu qochmaydi. Cheriklarga nafratlik so'zlarni yog'dira oladi. Quruq qo'llariga qarmay ularga esiladi, ilishidi. Bu hol butun shahar ko'chalarida umumlashib qoldi. Şuna qo'zg'olonchilar rahbarligi harakatni jiddiylashtirish, tezlashtirishga kirishdi. Cho'ng uyning o'ttirisiga qo'yilgan ustalni cho'rdab 7 kishi o'ri turadi. Ularning o'ttirisidagi bug'doy o'nglik, qirqima qora burutliq, xushxuy kishi Ahmadjon qo'lidagi qarindosh bilan ustalga yeyilgan g'ulja xaritasiga qizil istirilkalarni qo'ymoqda edi. Uning yonida Abdukarim Abbasov xaritaga ko'z uzmay qarab turadi. Ular bir soatdan beri muzokara qilib, shaharning eng dastlab hujum qiladigan nuqtalarini belgilayotdi. Kunning xilala sovuqligiga qarmay, ular chapinining izmalarini yeshivatgan. Birdam u yoqdan bu yoqqa mang'atdi. Birdam xaritaga qaraydi. Ular hammasi jiddiylashgan edi. Ilingan ma'lumotning toza aniq bo'lishini qayta tekshirishga ketgan kishi uyga kirdida doklad qildi. Ma'lumot tungunkiga o'xshash. Kuomintang qo'shinlaridan Nilqiga yurish qilib ketgani 5000 o'pchorisida, G'uljida qolgani 382 polkning 2 batalyoni, 4-polkning 1 batalyoni, aviatsiya maktabining o'quvchilaridan bo'lib, jami 1500-1600 atrofida. Bular aydrom, bosh saqchi va shaharning sharq-shimolidagi gazarmaga to'plashgan. Az bir qismi ili qo'mondonlik shtabida turibdi. Doklad qilg'uchi kishi oldirmay raqamlarni noiti aniq qilib ma'lum qildi. Demak, ma'lumot ishonchli bo'ldi, dedi Ahmadjon Qosimi. U qo'lidagi qarindosh bilan xaritaning bir qancha yeriga
ko'rsatgich belgisini qo'ydi-da mundaq dedi. G'uljidan bir qism qo'zg'olonchilar nilqqa ketgan. Biz texi ojiz. Nilqa qo'zg'olonchilari hozirgacha yetib kelolmayotdi. Ular yo'l bo'yi mushaqqatli janglarni qilyotdi. U dushmanlar bilan kuch silishtirmasi jihatda bir necha hassa tuvan turgan qo'zg'olonchilarning harakatlanish yo'llarini ko'rsatib so'zlamoqda edi. U dushmanlar bilan kuch silishtirmasi jihatda bir necha hassa tuvan turgan qo'zg'olonchilarning harakatlanish yo'llarini ko'rsatib so'zlamoqda edi. Biz go'mindonchilar to'plashgan cho'ng o'rinlarga hozircha hujum qilmaymiz. Asosiy ojiz o'rinlarga, keyingi cho'ng ko'lamli hujumlarimizga yo'l ochadigan o'rinlarga avval hujum qilamiz. Qani, biz mushundaq hujumlarni boshlaylik-ku. Uyg'ongan xalqimiz xuddi ulg'aygan qiyondek sepimizga kayni-kaynin kelib qo'shiladi. Chunki xalqimiz inqilob qilishning zarurligini his qildi, tushundi. Beshiga tushayotgan kulfatlarni mushundaq inqilob bilan yer bilan yakson qildiganligini bildi. Biz inqilob qilishga haqliqmiz. Biz haqqoniy ish qilyapmiz. Jondan ketsa kechimizki, bu yo'ldan amdi yonmaymiz. Chunki biz zulmga qarshi inqilob qilishga jur'atli xalq. Yo'ldoshlar, men hozir vaziflarni taqsim qilaman. U xaritadagi ko'rsatgich belgilari qo'yilgan o'rinlarni aniq ko'rsatib turib, taqsimlangan vazifalarni bir-birlab e'lon qildi. Abbas korpusi Lyubindini tirik tutishga mangdi. Men bir ishni qistirib o'tay. Abdukarim qatorliq bir necha kishilarimizni Go'mindan hukumatı qo'lga olmoqchi bo'lganda chet elga qochib chiqib ketgan edi. Ular 6 noyabr kuni kelib, shaharning sirtidiroq ham aholisi Shalon 6 shuvar mahallasidagi Rozaxonning qorosiga tushdi. Rozaxonning qorosi bizning hozirgi maxfiy shtabimiz. Elingan ma'lumotlarga qaraganda, Lyubindi uyiga o'g'irlikcha bor ekan. U hozir burunqidan nechasi qo'lishib ketgan. Oshkora yurolmaydigan bo'lib qolgan. Bir kun bosh soqchi idorasida yotsa, bir kun vali mahkamasida yoki bo'lmasa yarim kechda uyiga berib olib o'zini ko'rsatmay yo'shirinib yuradi ekan. U andishilik, vahimalik, aloqzodlik holga tushib qolgan. Xalq oldida gunohga bo'g'ilgan odamlarla mushu holga tushib qoladi. Ham uning xotirjam kunimi bo'lmaydi. Uni imkon qadar tirik qo'lga tushirish, xalqning sotlishiga topshirish kerak. Shuni tushunish kerakki, tirik qo'lga tushsa, xalqning qo'zg'alonga bo'lgan ishonchi oshdi. Agar vaziyatda boshqa o'zgarish bo'lmasa, Abbas korpusi yana tizla to'padan turmasini ozod qilib, mahbuslarni bo'shtidi. U yerda nilqa qo'zg'alonchilarining odamlari bor. Siz, dedi u yenidiki bir kishiga burilib, shaharlik soqchiga sepil yoqsi tarafdan kelib tegib tursiz. Qarshilik kuchli bo'lmasa, ishg'ol qilishingiz mumkin. Avval uning ichidagi ahvollarni ko'zish kerak. Siz, deb u yana bir kishiga aytdi. Dushmanning charlash qismlarini iskanjiga olasiz va yo'q qilasiz. Biz 3 darvoza mahallasini ishg'ol qilib, kelgusida Go'mindanning qo'mondonlik shtabiga hujum qilishning yo'lini ochamiz. Bir necha kundan beri buyruq kutib turgan bu kishilar yuklangan vazifalarni ijro qilish uchun bo'limdan bir-birlab chiqib ketishdi. Ikkinchi, mag'lubiyat Go'mindan amaldorlarini aloqazodlikka silib qo'ydi. Go'mindanning G'uljida turishliq qismlarining qo'mondoni telefon yenidan neriga ketmadi. U Urumchidan yordam kelishini taqozolik bilan kutmoqda edi. Go'mindan amaldorlarining o'ng suli uchib, demi ichiga tushib, texmo sapralishib ketdi. Odam tutadigan ko'k mashinalarning uni o'chmaydigan bo'ldi. Bundaq harakat qaysi kuni qo'zg'alonchilar to'padan turmasining bir necha cheriklarini yo'shirin o'ltirib, o'z odamlarini qutqizib ilib ketgandan keyin toza avj oldi. Uning ustiga qo'zg'alonchilar kechalari shahar ichidagi ba'zi Go'mindan organlariga tekkandan keyin birdamdala g'oyib bo'lib ketib, hukumatni aloqazodlikka silayotgan edi. Shunga Go'mindanning bir kuzatchi aeroplani ularni keyindan qo'g'lab hech yerdan izdirkini ololmadi. Shu ochiqqa paylamay, Jirg'ilanda pada bo'lib o'tlab yurgan kalalarni o'qqa tutib etib yondi. Yuz berayotgan bu alomatlarga qarab kishilar, "Tova, mundaqmi hukumat bo'ldikina? Bularning beshi aylanib qolganmi nima?" deyishdi. Ko'chalarda askarlik tushgan mashinalar chirqirishib, u yoqdan bu yoqqa chepshatdi. "To'planmanglar, tarqilinglar, ko'chalarga chiqmanglar" degan tashviqotlar quloqni yaratdi. Klublarda yig'in echish, bozorlarda to'planish,
masjidlarga kirib namoz o'qish ma'ni qilindi. Lekin kishilar kayni-kaynidan kelib, o'zlarini inqilobga beg'ishlaganligini, qo'liga qurol olmoqcha yonmaydiganligini bildirmoqda edi. Uch darvozaning cho'ng ko'chasida, har qaysi yon ko'chalarning to'qmishlarida Gomindaning suri kiyimlik o'liklari yotadi. Har xil kiyimlik qurolli qo'zg'olonchilar ko'chaning ikki tarafidagi daraxtlarni dalda qilib, yo'shurun harakat bilan soy tarafga oqatdi. Shu chog'da birdilla qiyoqas chiqib ketgandek gurildigan ovoz anglandi. Qiziq ish, bu nima ovozdir? U yer bu yerda etishlar bo'layotgan, ko'chalarda xotirjam ishonchlik mang'ili bo'lmaydigan paytda Gomindachilar tarafidan majburiy askarlikka ilingan yerlik balalardan 200 dan oshiqroqi ratlik tizilib tosh yo'l bo'ylab qurolsiz holda mashq qilib kelmoqda edi. Ularning uchsida sovuqning xili qattiqligiga qaramay, g'alvirdak matoni kulda bo'yab tiktirilgan shim tujurka putida xay bo'lib, Gomindaning ikki ofitseri ularni boshqarib komanda berib kelyotdi. Ko'chaning ikki tarafidan taraslab etilgan avtomat o'qi ikki ofitserni shu an yiqitganda, yangi askarlar nima qilarini bilmay g'o'diqib qoldi. Bu halqiliq payt edi. Fursatni g'animat bilgan qo'zg'olonchilardan biri chaqqonlik bilan ularning oldiga keldi. Qarindoshlar, qo'rqmanglar, g'o'diqmanglar. Biz o'z odamlar. Bir qo'lida avtomat tutgan, belidagi kamarga bombalar esilgan kishi jarangliq ovozda so'zlamoqda edi. Gomindanga qarshi inqilob boshlandi. Xalq tavrab ketdi. Agar xohlasanglar, men bilan shtabga mininglar. Ular Abbosovning qisqa so'zini anglabla, xuddi shu so'zni kutib turgandek vaqirishib ketdi. Vurro! Vurro! Jinimiz pida! Vurro! Bu kiyiminglar bo'lmaydi. Bizning yigitlarimiz sizlarni dushmandan farqlantira olmaydi. Yuringlar, shtabga borayli, dedi Abdukarim kulimsirab. Inqilobga qo'shilayotgan qurolsizlarga qurol tarqitib berish shtabning beshiga tushgan cho'ng g'am edi. Ularni qurollantirmay bo'lmaydi, biroq qurol yetishmaydi. Qo'zg'olonchilar buyruq bo'yicha ko'cha-ko'chalarga tarqaldi. Cho'ng ko'chalarning, yon ko'chalarning do'qmishlarida, ko'vrik boshlarida qarovullik qilayotgan dushmanlarga yo'shurun zarba berib, ularning qurollarini tortib olmoqdan o'zga amal yo'q edi. Ham bu oson edi. Dal mushu vaqtda Nilqa qo'zg'olonchilari G'uljiga hujum qilib kirish buyrug'ini ilib manganda, yo'lda Gomindaning bir bo'lik qismlari tog'dan tushib, ularning oldini to'rib olgan edi. Dushman bilan avval Akbar Batur atriti urushga kirdi, lekin kuch silishtirmasi jihatda dushman ustun edi. Shunga o'ngishliq jang qila olmadi. Orqadan G'ani Batur atriti, Osman va Nurumlar atriti yordamga kelib, qattiq jang bo'ldi. Dushman nurg'un o'liklarni qoldirib, chekinib ketdi. Endi qanday qilish kerak? Ularni qo'g'lab, uzil-kesil yo'qotish kerakmi yoki bo'ldi qilish kerakmi? Va yoki bir qism atratlar qilib, qolganlari shaharga yurish qilish kerakmi? Shaharga belgilangan vaqtda kirish zarur edi. Kechikib qolmaslik uchun atratlar to'liq yo'lga chiqdi. Bugun tongga yaqin tuyuqsiz etilgan o'qlar butun shahar xalqini uyqusidan uyg'otibdi. Undarishib uyg'ongan kishilar etilayotgan o'q ovoziga qarab, xilidan biri ko'chalarga chaplangan tashviqot varaqasidagi gaplarning bugun haqiqatga aylanganligiga ishondi. Tong otgandan keyin etishlar bir oz pastlab qolsa-mu, do'konlar ochilmay, savdo-sotiq to'xtadi. Har kunlikka ish izlab cho'ng ko'rikka keladigan ma'dikorchilar ko'rinmadi. Ishchi xizmatchilar ish o'rinlariga mangolmadi. O'qituvchi o'quvchilar maktablarga bormadi. Her kuni atiganlikki o'quvchilarning oldida chiqariladigan Gomindaning 12 burjaklik bayrog'imi uzun mo'ma yog'ochning uchiga chiqolmay qoldi. Nima ahvol bo'lganligini odamlar atisi bilib olishdi. Kecha Nilqa partizanlari G'ulja shahriga ikki tarafdan hujum qilib kirgan. G'ani Batur, Fatih Muslimov, Siyid ham Osman Ibrohimov, Nurum Obolov, O'sharam Mamatovlar rahbarligidagi atratlar G'ulja shahrining g'arbiy ham sharqiy tarafidan kirib, G'ulja qo'zg'olonchilari bilan qo'shilgan edi. Jasoratlik ikki qo'zg'olonchi qo'shinning qo'shilishi go'yo ikki hayvatlik daryoning qo'shilishidan hosil bo'lgan ulug' iqinga aylandi.
Әмді штабni 6 Şuar mahallisidagi maxfiy o'rindan shahar ichiga yo'tkash zarur bo'lib qoldi. Shtabni yo'tkash orqa saf xizmati ham partizanlarga kiyim-kechak, oziq-tulik yetkazib berish Zeyniddinga topshirildi. 6 Şuar mahallasi bilan 3 Darvoza mahallasi oraliqidagi O'stang bo'yidagi cho'ng qo'rg'oga partizanlarning vaqtliq shtabi joylashdi. Kishilar texmo jonlandi. Partizanlarga atab dash qozonlar esildi. Xizmat qilg'uvchilar put-putiga, qo'l-qo'liga tegmay yugurishmoqda edi. Biri o'tin yaratdi, biri suv to'shaytdi, biri qozon qo'mishlarni yuyatdi. Bir yoqda qozoqlar akirgan o'ko'z qo'ylar so'yilsa, bir yoqda shivalar akirgan tag'ar-tag'arlab go'rishlar yuyilmoqda edi. Yana bir tarafdan mashinchilar, tumoqchilar ilib kelgan paxtaliq chapon, kalta juva ham quloqchilar bir uyga to'shlayotdi. Ba'zilar o'zlarining minishlik otlarini partizanlarga hadiya qilmoqda edi. Bular emas, yaqin mahallalardan, hatto Kuomintang ishg'oliyatidagi joylardan partizanlar uchun chilak-chilaklab suyuqosh, cho'chorilar, qozon-qozonlab pololar ilib kelguchilar ko'paymoqda edi. Shu topda kishilar o'zining butun ta'alluqotini mushularga sarf qilayotgandek qiladi. Abdukarim Abbasovning chaqirishi bilan bo'limga kirgan Nizomiddin ustal yenidagi yo'lanchuklik o'rindiqqa o'ltirdi. Abdukarim tez-tez yozayotgan xatini tugatdi-da, uningga qarab dedi: "Ko'rdingizmi, xalqning tavrab ketganini? Ularning bu qo'llashi jangchilarimizga kuch, ilhom va zo'r madad bo'lmoqda. Nizomiddin apandi, mushkul vazifalar oldimizda turibdi. Sizning qismlaringizning vazifasimi ig'ir?" "Albatta", dedi Nizomiddin jiddiy holda. "Tog'larda qilingan urushdan bu yerdagisi qiyinroq bo'lishi mumkin." "Shundoq, tog'dagi urushlarda dushmanlarimiz bizni izlab oldimizga manaman deb keladi. Endi biz oldiga bormiz, asosiy ishga kelayli", dedi Abdukarim jiddiy turda. "Hozir biz oladigan ikki qo'rg'on bor. Biri viloyatlik boshsaqchi, yana biri seling bu. Mushu vazifani o'ngishli o'rindisak, qolganlarning ishi osonroq." U qo'shomisni turib Nizomiddinga qaradi. Nizomiddin xiyolchan ko'zlarini bir nuqtaga tikib jim o'ltiradi. Abdukarim so'zini davomlashtirdi. "Oldi bilan bosh soqchiga hujum qilish qaror qilindi. Turmadagi mahbuslarni tezlik bilan ozod qilish kerak. Liu Bindi hozir asosan bosh soqchida turibdi. Uni tirik tutishga mumkinchilik bo'lmadi. Hujumdan burun uni etish lozim. Agar atgan o'qimiz zoya ketmasa, bu bosh soqchi uchun qaqshatqich zarba bo'ladi. Ular put ko'ygan to'qidek bir holga tushdi-da, bizning u yerni ilishimiz osonlashadi." "To'g'ri", da'vatdi Nizomiddin choridan qanoatlanib jiddiy holda. "U chaqda bosh soqchi cho'ng terikidan ayrilib bir qanoti sunudi-da. Shundoq, bu ham bizning hujumimizning birinchi g'alabasi bo'lib qoladi." Shaharga kirgan partizanlarning qilayotgan urushlari o'zining tezligi, jiddiyligi bilan tog'lardagi urushlardan farqlanib turadi. Bu yerda minut sekundni qo'ldan berib qo'yishga bo'lmaydi. Chunki hozir shu narsa ayon bo'layotadiki, bir minutning behuda o'tib ketishi turmalardagi qanchalagan mahbuslarning aziz jonlariga berib taqalyotadi. "Razvedka ishida sizning razvedkachilaringiz mushkul vazifalarni ijro qilib, xilila tajribalik bo'lib qoldi", dedi Abdukarim o'ylanib. "Iliqi yiziliq yigitning eti nima edi?" "Nodam." "Ha, Nodamning chaqmoq korpusiga ikki vazifa topshirmoqchiman. Biri oldi bilan Liu Bindini etish, yana biri viloyatlik bosh soqchiga hujum qilishning aplik o'rnini kuzatish. Qandoq deysiz?" "To'liq o'rindashga bo'ladi", dedi Nizomiddin qat'iy holda. "Undaq bo'lsa, darhol o'rinlashtiring." Nizomiddin Abdukarim Abbasovning bo'limidan chiqdi-da, ikkinchi otradning komandiri Anvarni chaqirib, Abdukarim bilan kelishgan ishlarni uningga uqtirdi. "Vazifaning jiddiyligini to'liq tushundingmi?" "To'liq tushundim", Nizomiddin o'ylanib dedi. "Sen Liu Bindining kimligini bilamsan?" "Ozroq anglagan." "Ha, Liu Bindi xalqimiz oldida qatmuqat jinoyatga bo'g'ilgan bir qonxo'r. U bizning inqilobimizni ili vaqasi deb atab olgan. U inqilobimizni bo'shkidala tunjuqtirib o'tish uchun Urumchidan alayda yorliq bilan kelgan. U o'lkalik soqchining muavin boshlig'i. Yaqindan beri ilida yuz berayotgan odam tutish, qiynash, o'ltirish, chepish, etish ishlarining planlag'uvchisi ham atamani." Anvar
belidagi kamarini chingitib, qaddini ruslab qo'ydi. U hozirla hujumga mangadigan jiddiylashgan edi. Avval Liobindening yetib qopadigan, mangadigan ko'chasini, ondan bosh soqchiga hujum qilishning biz uchun qulaylik, aplik o'rnini razvat qilish kerak. Razvatchilarimiz hammaga tayyor, dedi Anvar beshini ishonchli silkib. Qani amsa, chaqmoq korpusini chaqirdi, vazifalarni bir-birlab topshirib darhol yo'lga sol. Davomi bor.